Xo'sh, 30 aprel data bu. 15 maya bu. И 30 sentyabr. Bu yerda zakaz qilgan, demak, mana bu yerdan bu yergacha nima qilgan, оборудованияni kelib ustanovka qilib yerga o'rnatgan bu yerni. Demak, uston dastavka bo'lgan va bu yerda ustanovka bo'lyapti. Demak, оборудование, katta оборудование. Va boshlang'ich summa qancha deyilgan? 30 millionmi? Первоначальный оборот доставлено 30 noyabr ham bor ekan, demak. Bu yerda 30 noyabr ham bor ekan. Mana shu yerda dastavka bo'lgan 30 million dollarga. Bu yerda demak ustanovka uchun 60 million dollar ketgan va 15-mayda 15-mayda уже nima bo'ldi degan? 31-mayda mana государственный inspeksiya sertifikat bergan demak. Demak, o'sha da'vo qaysidir aniq da'voni aniqlab olishimiz kerak. 15-mayda demak bu yerda o'qish bo'lgan, uchoba bo'lgan. Bu demak bizga o'qish xarajati включается или не включается первоначальная стоимость, основное средство beriladi. Demak, bizda eng asosiy data yana 31-may bor ekan. 31-mayda demak государственная inspeksiya sertifikat berdi deyilgan, u nimaga kelyapti? Kompaniya готовки использованияga urg'u berilyapti. Demak, bu yerda amortizatsiya boshlanadi. Ekonomik situatsiya bilan 31-iyulda ishga tushiramiz deyapti. U demak bizga nima qilmaydi? Amortizatsiya demak iyun, iyul, avgust, sentyabr. 4 oyga demak nima bo'ladi? Amortizatsiya bo'ladi hisobot davrigacha. Endi asosiy data biza IAS 23 qoidasini qanoatlantiradimi yo'qmi? Kapitalizatsiya bo'yicha ma'lumot bormi yo'qmi? Demak, оборудование это является квалифицированным актив для подготовки, так как требуется для подготовки значительное время. Endi 3 ta kriteriyani bajarish kerak dedik. Demak, nima? Birinchi kriteriyasi понесение затрат по актива, понесение затрат по займу и подготовка для использования или продажи. Demak, 3 ta shart bir vaqtda o'zida bajarilishi kerak bo'ladi. Endi masala shartda aytyapti, xuddi shunaqa kompaniyalar оборудование olsa, unga demak льготный 4% yillik kredit berilishi ko'zda tutilgan deyiladi. Lekin bironta joyda ko'rdim kredit oldi deyilgan, bizda demak понесение затрат по займу получены olingan demak. Haqiqatan получены kredit olingan, lekin aktivga 4 oy davomidami yoki 1 oy davomidami yoki 5 oy davomidami xarajat qilingan to'g'risida ma'lumot bormi? Yo'q. Bu qanaqadir o'sha kompaniyalar qo'llab-quvvatlash uchun nima qilinyapti? Imtiyoz berilyapti. Hozirni o'zimizda ham nima bor? Biznesni rivojlantirish banki bankdan telefon qiladi. Sizga xususiy korxonangiz yoki YTTingiz, xullas 1 yildan ortiq ishlagan firmangiz bo'lsa, tashkilotingiz bo'lsa, sizga 100 milliongacha bezalog kredit 17% ga 300 milliongacha zalog bilan kredit taqdim qilyapti. Xullas 100 milliongacha sizga bezalog 17% ga kredit 1 soatda chiqarib beryapti. Xuddi shuni shart beryapti. 1 yildan ortiq ishlagan bo'lish kerak. 3 ta ishchi kamida har 1 yil davomida oylik yozilgan bo'lishi, shunaqa shart bu. Bu yerda ham xuddi shunaqa kompaniyaga shart emas, endi imtiyoz berilyapti. Katta оборудование olib kelib ishga tushirsa, demak, unga 4% kredit ajratilishi ko'zda tutilgan. Kompaniya bundan foydalanyapti. Unutdi. 4% demak u juda ham katta nima emas. 90 million olib, demak, qayergadir uni оборотga ham boshqa joyga ham ishlatyapti. Bizga demak kapitalizatsiya bo'yicha hech qanaqa ma'lumot yo'q, lekin IAS 23 bo'yicha biz qoidani yozib o'tishimiz kerak. В этом случае начислены проценты по займу
не капитализируется первоначальной стоимость основного средства, так как не выполняется критерий признания. Понесение затрат на активы. Demak, aktivga xarajat qilmagan. Keyingi shartni bajarish mumkin, lekin unga aktivga xarajat qilinmagan. Капитализация завершается, когда всех практически работы завершена, и тогда все начисленные проценты относятся на прибыль убытки. Demak, qancha kredit olgan? Biz IAS 23 bo'yicha aytib o'tamiz. IAS 23. Demak, kapitalizatsiya bo'lmaydi. IAS 23 qoidasini nima qilmaydi? Ne kapitaliziруется. Именно o'sha summani olgan-ku. U sizga chalg'itibdi-da. Aytyaptiki 31-iyulda ishga tushadi deyapti. Обучениyaning xarajatini ko'rsatyapti. Nima qilyapsiz? Обучениya xarajatini первоначальный стоимостьga qo'shdingizmi? Yo'q, qo'shganim yo'q. Nimaga qo'shmadingiz? Aktiv emas-da. Aktiv emas. Bu ham demak sizga biron joyda aktivga ishlatdi demayapti 90 million kredit olib. Demak, debitga, прибыль убытga, PU, OST qachon olgan? Ko'paytiramiz 4%. Qancha davr uchun hisoblaymiz? 1 yilga hisoblang, 12 oyga. 12 oy. Qachon? 1-oktyabrda olganmi? 1-noyabrda olgan. 1-noyabrdan berilayotganda o'zi bu льготный. Akmal aka, shu именно shu kreditdan oldi deb aytmayaptimi bu pay? Ruslananda bizada ham masalan chorva uchun olinadi, tekshiriladi-ku, keyin именно shu chorvaga ishlatdimi, yo'qmi? E'tibor, новые коммерческие предприятия, в котором используется оборудование, имеют право получения льготных кредит. Yana aytyapman. Shunaqa demak kommersiya korxona shu оборудованиyadan foydalansa, lьготный kredit olishga nimasi bor, huquqi bor. Оборудование uchun demayapti-da, to'g'rimi? Mayli оборудование uchun degan bo'lsa ham, mana bu 4 oylikda kreditni qanchadir qismini ishlatdi, shunga xarajat qildi degan ma'lumot yo'q-ku. Qurish davrida, ustanovka davrida yoki shuni olingan kreditdan mana bu pullari o'qish pulini yoki ana pullarini to'ladi degan ma'lumot yo'q-ku bizlarda. Shunda men o'sha data platyoji to'lagan paytidan anaqa qildimda, shunaqa deb o'yladim. Chunki mana 30-iyun 2005-yilda поставщикка 90 million to'lab berganda, kreditni 1-noyabr 2004-yilda olgan. Shuncha payt ichida u kreditda boshqa narsaga foydalanganda u. To'g'rimi, ustoz? Boshqa narsa foydalangan bo'lishi mumkin. Xo'sh, kreditni foizini necha oyga olamiz? 1 oy, 1 yilga olamiz, 12 oyga. 11 oyga. oyga. 1 oy, 12 oy, 11 oy. Yo'q, 8 oyga Расходga olamizda deyapsizmi? iyunga bergan-ku. Расходga olish so'rayapsizmi? Da, prosentni kapitalizatsiya qilmaymiz, расход hisoblashimiz kerak-ku baribir. 11 oy. 11 oy bo'ladi. Bir oyini anaqaga qoldiramiz. Tekushий обязательствоga qoldiramiz. Demak, 11 oy bo'ladi. 11 taqsim 12 bo'ladi messiz. Nega unaqa qildik? 1-noyabrda kredit olyapti-ku mana. O'zingiz aytdingiz-ku 1-noyabr bo'lsa, yo'q, 1-noyabrda olgan. Noyabr, dekabr, yanvar, fevral, mart, aprel, may, iyun, iyul, avgust, sentyabr, oktyabr, 31-oktyabrda pogasiz qilgan. Ровно 12 oy-ku. 12 oyga. Отчетный Nargiz opa nima sentyabr oxiriga so'rayapti-da, o'sha uchun. Tushunarli, bo'ldi. Bo'ldi, tushundim. Rahmat. 3600 chiqdimi? 3600. Balansa stoyimiz zaymi 90 plus 3600. 93600. 93.600 to'g'ri. Razdel OFP. Краткосрочно обязательства. Bo'ldi demak, asosiy vositani bu yo'g'ini первоначальный stoyimizni aniqlab bilamiz. Сразу demak,
Zatrati na обучение Kirmaydi. Ustoz, ekranga ham ko'rsating. Zatrati na обучение ekran nimada savol datalarni summalarni aytib o'tiringlar. Ekran bilan man ishlayveramiz. Zatrati na обучение относится на прибыль убытки. На PU. OST. Demak, debitga PU 1 million. OST qancha? 1 million. 1 million. Первоначальная стоимость основного средства. Demak, оборот учитывается в качестве основного средства. Demak, qoidasi yod bo'ldi. Manimcha, первоначальный прямые затраты qancha edi? 90 million. 30 ming. Darabotkani ham qo'shamizmi? Da, установка 60 ming. 60 ming. Sertifikat ham qo'shiladi. Sertifikat qo'shiladi, chunki tayyor bo'lgandan keyin sertifikat berilyapti. 600. 600. 90 ming. 600. 600. Амортизация начинается с момента готовности эксплуатации 31 мая X5 года. В этом случае для целых для самих амортизаций основное средство может учитываться по двум компонентам. Aytilyapti, demak, komponentga bo'lib uchat yuritish bo'yicha. Demak, komponent zamena dvigatelя, komponent оборудования. Komponent zamena dvigatelя стоимость qancha teng? 24 ming. Bugungi kun tekushий стоимость 24 ming. Kimda yana nima bor? 24 ming. Budishisi inobatga olinmaydi. 300 ming. Yo'q, ana 30 mingdan 24 mingdan ayirib 5 ga bo'lamiz, keyin qo'shamiz, shunaqa qilmaymizmi? Как diskontirovание qilib. O'zi tekushий стоимость 24 ming deb qo'ygan shekil. O'tgan masalalarimizni eslanglar, nima deyilgan? Через Savolni qaytarib oling. o'tgan darslarimizda eshitdik shunga o'xshash masalalar. Через 5 лет или 10 лет. Diskont qilmaymizmi shera? Diskont bo'yicha ma'lumot bormi? Nima bor? Bor-ku, boshlang'ichi ham bor, 5 yildan keyin ham bor, topsak bo'ladi-ku. Diskont qaysi stoyimiz diskontlaysiz? Qanday o'zim qilgan ishimni aytsam, 30 mingdan 24 mingni ayirdim. Xo'sh. 5 ga bo'ldim, 1200 chiqdi. Bu 1 yillik o'zgarishi. Aha. Keyin uni 5 ga ko'paytirib 12 ga bo'ldim, 5 oynikini oldimda. Nimaga 5 oynikini oldingiz? Apreldan. Aprel, may, iyun, iyul, avgust, sen qaysi oydan? Maydan boshlab hisobladim. 5 oydan oldimda, o'zi aytaman. Biz hozir o'zi первоначальный стоимость topganmizmi? 91 ming. Bo'ldi bujun. Men bilasizmi, anaqani ham qo'shib qo'yibman. Как его? Men 24 mingni ham первоначальный стоимостga qo'shib qo'yman, chaqqon bo'lib. O'sha uchun IAS 37 qiymatni, IAS 37 nimaga aytdik? IAS 37 bo'yicha nima? Kratik konspektga demak o'qigan bo'lsak, затраты будущие операционные расходы не признается резерв. Ya'ni будущий operatsion расход uchun rezerv sozdат qilinmaydi. Будущий operatsion расход uchun, ya'ni 30 ming yoki 24 ming bo'yicha rezerv sozdат qilinmaydi, ya'ni qiymatga qo'shilmaydi. Diskontlash ham kerak emas. Сложный kapitalniy remont shu bo'yicha misol IAS 16 bo'yicha 2 ta 3 ta uy asbo oldingi safar uy asboda ham bordi. Demak, keyingi 5 yildagi qiymat ko'rin. Hozirgi 24 ming olinmaydi uni. Ya'ni komponent zamina оборудование, zamina dvigateli bu 30 ming baholanadi. Va uni komponent оборудование o'rtasidagi farqi Komponent оборудования. da оборудование deb qoladi bu.
Va Bu yerda amortizatsiya bo'ladi ikkalasi emas, o'sha srokiga. da, bu demak срок полезного использования 5 yildimi yo 10 yildimi? Aynen. Ha, Ama 5 yıl. dvigatelniki 5 yil. Dvigatelniki 5 yıl. Buniki срок полезного использования 10 yil. Manimcha endi bu yo'g'ini topib bilasizlar. Ha. Amortizatsiya demak alohida, ikkalasi yig'indisi debit privilgiya va balansiya stoyimiz. O'tgan safar darslarda aytganimizda ham zamena kapitalniy remonta через 5 лет, через 10 лет stoyimisi bor edi. Jamoliddin tushunarli bo'ldimi? Faqat bu yerda qoidalar qoldi endi. O'sha kiratgan aspektdan qoidalar qoldi. Tushundim aka. Datalar bilan ishlashga e'tibor berishimiz kerak. Ko'ryapsizlar, haqiqatdan ham bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita hisobot davri, yettita. Bu yerda yana biza olmaganimiz 30-iyun to'lovlar bordi. 8ta, 8-9ta data bor. Faqatgina o'sha standart qoidalarni bilsak, keraksiz datalar chiqib ketaveradi. 30-iyun to'lovlar o'z-o'zidan chiqib ketadi. 31-iyul ishga tushirilyapti deydi, demak o'z-o'zidan chiqib ketadi. 15-may o'quv bo'ldi, demak peronachalniga qo'shilmaydi. Biza uchun demak bu ham urg'u bermaydi. Yana savollar bormi? Уже sekin asosiy yo'stadan ketamiz. Уже asosiy yo'sta yana o'tsak, bu dars, keyingi dars, yana 2 dars o'tamiz. Asosiy yo'sta qoidalari, nematerial aktiv qoidalari maksimal darajada yod bo'lish kerak. Uyga asfalarda bitta hamta kelishi mumkin, lekin bu yoq yangi standartlar qo'shilib ketadi. Уже arenda boshlanadi. IFRS 15 standart boshlanadi. O'sha uchun o'zlaridan mustaqil ravishda materiallar bor. Statistika berilgan, prognoz hammasi. Shunga qarab bitta masalani tanlab olib, birinchi o'zlaringiz yechib, keyin yechimlar bilan tekshirib, xato kamchiliklar bilan bo'yicha xulosa chiqarsangizlar bo'ladi. Ya'ni ishlash kerak bo'ladi. Examda IAS 16 maksimal darajada keladi. Konsolidasiyada aniq bor. Situatsion zadachalarda ham 70-80% holatda demak har doim tushib kelgan. Savollar bo'lmasa, bugun IAS 36 standart Abyssiniya aktiv standarti bilan gaplashamiz. Bu standart bo'yicha darsimiz boshlaganimizdan beri kamida bir 2-3 marta to'xtalib, uni qisqacha qoidasi bo'yicha gaplashib o'tdik. Asosan o'sha konsolidatsiyadan boshlagan edik. Demak, nomi bilan aytilyapti, demak aktivlarni qadrsizlanishi, demak aktivlarni hisobot davriga uni qadrsizlarga tekshirish qanday olib boriladi. IAS 36 standarti eng asosiy qoida, demak asosiy o'stamiz bo'ladimi, nematerial aktivimiz bo'ladimi, faqatgina uni demak qo'llanma investitsion nedvижимостimiz bo'ladimi, demak mana shularga tatbiq qilinadi. U bilan demak ishlamaydigan standartlar aytib o'taman. IAS 2 o'zini qoidasi bu. Aktivi qadrsizlanishi o'zini qoidasi bu. IFRS 15 demak o'zini qoidasi bu. Qadrsizlanish bo'yicha. IFRS 9 demak finansiy instrumentda ham o'zini qoidasi bu. IAS 41 da ham, seliz xazinatsiyada ham o'zini qoidasi bu. Ya'ni standart ichida qadrsizlanish bo'yicha o'zini qoidasi bu. IFRS 5 demak keyingi darsda o'tamiz. Buni ham o'zini qoidasi bu. Bu yerda ham aktivlar bilan ishlanadi, lekin qadrsizlanishga kelganda IAS 36 ning qoidasi tatbiq qilinmaydi. Asosan demak ishlaydi IAS 16, IAS 40 da ham faqatgina первоначальным затратимda учет yuritilsa, model ucheti. IAS 40 eslaringizda bo'lsa, investitsion недвижимость model ucheti аналогичный основное средство edi, по первоначальным затратам и по операционной по справедливой стоимости. Справедливый стоимость deganda u degani уже uni
nimasi abissiniyasi nima bo'ladi? O'z-o'zidan прибыльбытga olib boriladi. Ya'ni IAS 40 o'zining qoidasi bor. Изменение стоимость относится на прибыль-убытки. Faqatgina demak po первоначальным затратам yuritsa IAS 40 tatbiq qilinadi. Nematerial aktivda IAS 36 juda bir nima bilan ishlaydi? Qattiq nazorat bilan. Chunki nematerial aktiv o'zi hozir aytib o'tamiz. Demak, 3 ta kategoriya aktivlarimiz bor. Priznak обесценения, ya'ni обесценение qadrsizlanishiga omil bormi, yo'qmi? Demak, u har hisobot davrida nima qilinadi? Test обесценение o'tkaziladi. Bularga demak o'sha goodwill birinchisi IAS 38 bilan bog'liq. Agarda несуществует срок полезного использования нематериальных активов har hisobot davriga kapitalizatsiya расходов, ya'ni nima qildik? Ikkiga bo'lib zatrat исследование zatrat kapitalizatsiyaga bo'ldik demak. Mana shunda ham nematerial aktivimiz mana shu holatda ham har hisobot davriga IAS 36 bo'yicha testni обесценениyaga o'tkazish kerak. Endi omillar bo'yicha gaplashadigan bo'lsak, nima? Обесценениyaga ta'sir qiluvchi omil, demak, kompaniyada tashqi omil bo'lishi mumkin, ichki omil bo'lishi mumkin. Tashqi omil bevosita o'sha bozor demak. Demak, рыночный стоимость aktivlarimizni рыночный стоимостini tushib ketishi. Ekonomik, yuridik demak o'sha kompaniyani tarkibiy o'zgarishida ta'sir qilishi mumkin bozorlardagi demak va inflyatsiya demak tashqi omil bu kompaniyaga tashqi omil bo'ladi. Va kreditni prosentlar kompaniya demak qanaqadir kreditlar olgan bo'lsa, kreditlar bilan bog'liq to'lovlar demak aktivlar bilan bir-biriga bog'liq bo'lsa, mana shular demak tashqi omillar bo'lishi mumkin. İchki omillar kompaniyani o'zidagi demak o'sha aktivimiz moralni eskirishi mumkin demak. Foydalanamiz nima bo'ladi? U eskirishi mumkin, ishdan yaroqsiz holat kelishi mumkin. O'sha paytda tekshiriladi yoki bir mahsulot birligiga oladigan bo'lsak, asosiy vositamiz olgan paytimiz 10 mingta mahsulot chiqaryapti, sekin-sekin unumdorligi tushib boryapti. Bunga yoki material zatrat trudalari xarajat qilyapmiz boshda demak material ko'proq kamroq xarajat qilyapti. Sekin-sekin demak unga material ko'proq xarajat qilishi mumkin. Demak, mana shu demak ichki omillar shularga misol bo'ladi. Demak, ichki va tashqi omillar demak uni chegarasi yo'q. Kompaniyaning har bir o'zini faoliyatini amalga oshirishda u yuzaga kelib qolishi mumkin demak. Omil shunaqa omil bo'ldimi, признак обесценения bo'ldimi, kompaniya IAS 36 standartiga murojaat qilib test обесценения o'tkazish kerak bo'ladi. Test обесцененияda asosiy nimaga e'tibor beriladi? Demak, qachon обесценение yuzaga keladi? Когда балансовая стоимость актива превышает его возмещаемую стоимость. Aktivimiz balans qiymati bu va uni qoplanadigan qiymat возмещаемая стоимость bu. Balansli stoyimiz demak возмещаемая стоимостьdan oshiq bo'lsa, ortiq bo'lsa возмещаемая стоимость. Mana shu yerda обесценение yuzaga keladi. Bor degan. Va biz uni обесцененияni nima qilamiz? O'sha возмещаемая стоимостьgacha keltirib qo'yamiz. Ya'ni возмещаемый keling bu 12 ming bo'lsa, balansli stoyimiz, возмещаемый stoyimiz 10 ming. Biza demak asosiy vositamiz aktivimiz, dematerial aktivimiz 10 mingga nima qilamiz? Keltirib qo'yamiz va 2 mingni обесценение прибыль-убытка отчетimizga как убыткada olishimizga to'g'ri keladi. Agarda teskari holat bo'ladigan bo'lsa, bunda demak возмещаемый стоимость balansli stoyimizdan qo'shib bo'lsa, demak обесценение bo'lmaydi. Ne существует. Обесценение bo'lmaydi. Demak bizda balans qiymati bu yerda 10 ming, bu yerda 12 ming bo'ladigan bo'lsa, balans qiymati hisobotda 10 ming olib ketiladi. Endi возмещаемый стоимость o'zi nima? Qoplanadigan qiymat. Bu ikkita qiymatdan eng kattasi tanlab bo'ladi. Ya'ni возмещаемая стоимость это наибольший их из двух стоимость demak. Bular demak ценность использования,
Справедливая стоимость за вычетом затрат на продажу. Mana shu qiymatdan demak eng kattasi demak возмещаемый стоимость bo'ladi. Ценность использования degani aktivimizni srok полезный использования davrida misol uchun asosiy o'stovimiz bu 10 yil muddati qolgan hisobot davriga обесценение tekshiramiz. Xizmat qilish muddati 10 yil qolgan. 10 yil davomida kutilayotgan pul oqimlari, ya'ni kompaniyaga ketirayotgan vigidasi olinadi. Misol uchun bu bizda 8000. Endi справедливая стоимость за вычетом затрат на продажу. Справедливая стоимость IFRS 13 standarti bilan nazorat qilinadi. Bu o'sha aktivni rынокda aktivimizni qiymati, ya'ni hisobot davridagi tekushiy qiymati. Shundan yana sotish uchun mo'ljallanadigan bo'lsa, sotganda qancha xarajat ketiladi. Затrat на продажу. U aniq bo'lsa, shuni chegirib tashlab, o'sha qiymatini aniqlashimiz kerak bo'ladi. Bu demak, keling 12000 tashkil qiladi desak, mana shu ikkita stoyimizdan naybольшisi tanlab olinadi. Возможно, stoyimiz bo'ladi. Demak, 12000 ga aniqlab oldik, lekin balans qiymatidan oshmagan, обесценение yo'q demak. Agarda teskari holat bo'lsa edi, demak 10000, обесценение 2000 ga bor va balans qiymatimiz asosiy hisobot davriga 10000 qilib ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Qoidalar demak IAS 36 da oddiy, eng asosiy o'sha обесценение qachon kuzatilishini bilishimiz kerak va aktivimiz hisobot davriga возмещаемый стоимостini aniqlab olishimiz kerak bo'ladi. Возмещаемый стоимость o'sha ikkita qiymatdan kattasini tanlab olamiz. Demak, ekzamenda so'z o'yinlari ценность использования berib qo'yadi, справедливая стоимость yo'q. Demak, u degani sizga справедливая стоимость 0 degani. Shunga chalg'ib qolamiz. Справедливая стоимость yo'qki bu yerda deymiz. Bu yerda e'tibor bering. Справедливая стоимость shu yerda 0 bo'lsa edi, biz 8000 olib ketardik. Yoki teskari holatda ценность использования yo'q, справедливая стоимость bor. Demak, biza bu yerda 0 bo'ladigan bo'lsa, biza baribir 12000 ni olib ketishimiz kerak bo'lardi. O'sha uchun IAS 36 standarti bilan возмещаемый стоимость topishda ehtiyot bo'lishimiz kerak bo'ladi. Balansli stoyimiz top bilamiz. Asosiy ostan amortizatsiyani hisoblaymiz. Balans qiymatini topamiz. IAS 36 bo'yicha agar IAS 38 bo'yicha amortizatsiyani topib, balans qiymatini top bilamiz. Lekin возмещаемый stoyimizga asosiy urg'uni qaratishimiz kerak bo'ladi. Endi kompaniyada shunaqa kompaniyalar bor. O'sha materialist kompaniya bo'ladigan bo'lsa, o'sha yoki bitta o'sha kompaniya bo'ladigan, uni bo'linmalari, filiallari bor. Undan tashqari alohida bir biznes liniyalari bor. Demak, ishlab chiqarish bo'ladigan bo'lsa, asosiy faoliyat. Undan tashqari xizmat ko'rsatishda qanaqadir nimasi bor? Ekonomik vigit, ya'ni pul oqimlarini keltiradigan bo'linmalar bo'lishi mumkin. Mana shu paytda ham kompaniyani demak har bitta o'sha bo'linmasi, ya'ni EGD'dir, единый денежный средства. Demak, u kompaniyani nima degani? Kompaniya demak ishlab turibdi, ishlab chiqarish bilan faoliyat ko'rsatib turibdi. Agarda ma'lum bir vaqt ishlab chiqarish to'xtatilgan, faoliyat to'xtab qolgan paytda ham, lekin o'sha xizmat ko'rsatishdagi faoliyatdan nima qilish mumkin? Davom ettirish mumkin. Bu bo'yicha pul mablag'lari ekonomik vigida kelishi mumkin. Demak, mana shunaqa bo'linmalari, aktivlari bo'ladigan bo'lsa, alohida uchet yuritilishi mumkin bo'ladigan, alohida uni sotish uchun mo'ljallangan kriteriyalar bajaradigan bo'lsa, demak, uni amortizatsiya, uni обесцененияsi ham o'sha aktivlarga proporsional tartibda olib boriladi. Konsolidированный отчетностьda demak, bu demak kompaniyani o'zi bo'yicha gaplashdik. Konsolidированный отчетностьda hozir ana nima ko'rdik? Konsolidatsiyani ko'rdik. Обесценение bor edi goodwillda. Demak, goodwill konsolidированный отчетностьda har doim hisobot davriga nima qilinish kerak? Test obesceniyani o'tkazish kerak. Kompaniya majbur. Priznak bo'lsa bo'lmasa, 3 ta o'sha kategoriya bo'yicha bo'layotganda. Priznak bo'lsa bo'lmasa, demak, test obesceniyani o'tkazish kerak bo'ladi. Test obesceniyani o'tkarildi. Kompaniyada birinchi navbatda uni demak
Abisiniyasi goodwillga ta'sir qiladi. Ya'ni goodwillni birinchi navbatda Abisiniyaga uchratishimiz kerak bo'ladi. Agar goodwill Abisiniyaga to'liq uchratganimizdan keyin yana Abisiniya qiymati qoladigan bo'lsa, uni o'sha aktivlarga proporsional tartibda, boyaga aytganimdek, YGDSlarga proporsional tartibda olib borishimiz kerak bo'ladi. Buni hozir bugun masalada ko'rib o'tamiz. IAS 36ni demak eng asosiy urg'u beriladigan joyi va o'sha qoidasi qachon Abisiniya yuzaga keladi. Abisiniyani aniqlashda возмещаемость стоимость demak aniqlanishi va hisobot davrida aktivimizni balans qiymatini qaysi ko'rsatsa ko'rsatamiz. Va Abisiniyani pribili bitkaga olib borishimizni ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Va IAS 36 bo'yicha 3 ta o'sha kategoriya goodwill, nematerial ikkitasi qolgan nematerial aktiv bo'yicha oladi. Bu esimizdan chiqmasligi kerak bo'ladi. Bu hisobot davriga har doim nima qilinadi? Abisiniyaga tekshiriladi. Va YGDS demak, YGDS uni alohida bo'linmalari bo'ladigan bo'lsa, birinchi har doim goodwill без восстановления списat qilayoriladi. Ya'ni butun birinchi e'tibor goodwillga berilib, goodwill Abisiniya qilinadi. Undan keyin Abisiniya qiymati qoladigan bo'lsa, qolgan aktivlarga proporsional tartibda olib boriladi. Ustoz, masalan, masalada bizga stoimость использованияni aniq berilgan bo'ladi. O'zimiz topishimizga to'g'ri kelmaydi. Katta ehtimol bilan 95% holatda masalalarda stoimость использования berilgan bo'ladi. Beriladi. Aha. Справедливый стоимость за вычетом затрат на продажу ham berilgan bo'ladi. Ba'zi paytda справедливый стоимость o'zi bor, keyin qayerdadir so'z o'yinib затrat на продажу deb ketgan bo'ladi. O'sha paytda SP за вычетом затрат на продажuni aniqlab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Xullas IAS 36 bo'yicha kratik konspektga ham e'tibor bersanglar, qoidalar oddiy, juda ham katta nima emas. Endi ekzamenda kelish haqida gapirsak, ekzamenda konsolidatsiyada 90% holatda bu statistikani ko'ringlar, konsolidatsiya bor. Demak, konsolidatsiya bo'ldi degan u demak goodwill Abisiniyasi bor degani. Demak, har doim goodwill Abisiniya uchraganda nimaga e'tibor beramiz? Ne kontrolish dolyani uchotiga e'tibor beramiz. Konsolidatsiyaga u bevosita ikki xil holatda ta'sir qiladi. Demak, справедливый стоимость bo'yicha yuritiladigan bo'lsa, goodwill Abisiniya uchratilsa, demak, bu OFP отчетdan nerast bilan pribili bilan NKDga ta'sir qiladi. OCD отчетimizda demak, goodwill Abisiniyasi себестоимостьga bevosita ta'sir qiladi va справедливый стоимостьda bo'lgandan keyin pribili NKDga ham ta'sir qiladi. Agarda proporsionalni чистый aktiv bo'ladigan bo'lsa, uni demak goodwill polni goodwillga keltirib olib, Abisiniya 100% topib, yana demak Abisiniya o'sha kontroli shu dolyasini topib olib, uni demak 100% nerast bilan pribelga nima qilamiz? Ta'sirini ko'rsatamiz OFP отчетda. OCD отчетimizda 100% o'sha себестоимостьga olib borib qo'yamiz. Ya'ni pribel bitga расходы periyodi bo'lgani uchun себестоимостьga olib boriladigan ko'rsatkich hisoblanadi. Situatsion zadachalarda har doim IAS 38, IAS 16, IAS 40 standarti bilan goodwill standarti bilan keladi. Konsolidatsion zadachalarda ko'ryapsizlar, birinchi, ikkinchi primchanadan keyin goodwill Abisiniyasi bo'yicha ma'lumot berib o'tiladi. Savollar bormi? IAS 36 standartimizni qisqacha teoretически bo'yicha. O'sha men bu anaqa qiladi-ku, test Abisiniya qilgandan keyin yana masalan 1 yildan keyin yana test qilganda o'sha qiymati tiklanib qolish ehtimoli ham bo'lar edi-ku. Shu narsa ham o'tganda menga o'qiganimda shu noaniqroq bo'lganda, то есть восстановление bo'lishi mumkin. Возмещаемость стоимости masalan o'sha qiymati kamaygan. Masalan, bu yil test Abisiniya bo'ldi, qilindi, Abisiniya bo'ldi, lekin keyingi yil xuddi shu narsani справедливый стоимость oshib ketishi mumkin.
Восстановление bo'lishi mumkin degan qoida bor edi. To'g'rimi Goodwill'da ustoz? demak, Goodwill'da bez восстановление ketadi, shu uchun aytiladi. Bez восстановление. Goodwill Aha. o'sha обесцененность bez восстановление. Agarda aktivlarda bo'ladigan bo'lsa, o'sha pribыль убытkadan nima qiladi? Qaytarib joyiga qo'yiladi. O'zini joyiga, lekin o'sha goodwill lekin обесценение bo'lmaydi. Yo'q, Списать qilingan goodwill. Goodwill spисat qilindimi, qaytib bez восстановление ketadi. Chunki o'sha nima yo'q narsani yana qayta aktiv bor narsa. Goodwill o'zi nematerial aktiv, fizik formasi yo'q. Yana uni qabul qila olmaymiz. Ya'ni o'sha kriteriyani buzgan bo'lamiz. Ya'ni konseptual osnovani buzgan bo'lamiz. Xo'p, rahmat. Savol bormi yana? Mana bu nimamizda generирующий единица bo'yicha qoidasini yozgan-ku, shuni ozgina o'qib tushuntirib berasizmi? Generiruющий единица mana krat konspekti ham bor. Mana sizlarga endi tushunarli bo'lishi uchun qoidasi mana xo'sh. Qoidasini bir o'qiymiz, keyin yana tushuntirishga harakat qilamiz. Генерирующий наименьшая идентифицированная группа активов, которые генерируют приток денежных средств в значительной степени независимо от притока денег от других активов или группа активов. Aytyapman sizga, kompaniya bu ruchka ishlab chiqaradi. Ruchka ishlab asosiy faoliyati ruchka ishlab chiqarib, nima qiladi? O'sha butun bozorga sotadi. Asosiy faoliyati shu. Lekin shuni bitta bo'linmasi bu. Ruchkani qadoqlash bilan shug'ullanadi. Ya'ni nima? Korobka ishlab chiqaradi. Ruchkani, pachka ruchkani ko'rgan bo'lsangizlar, korobka ichida 100 ta 50 ta nima bo'ladi? Ruchka solish mumkin bo'ladi. Ya'ni uni o'sha nimasi upakovkasini nima qiladi? Ya'ni ruchka o'sha nima bo'yicha keladi, ishlab chiqarish protsess bo'yicha ishlab keladi. Demak, o'sha qadoqlashga kelganda uni qog'oz o'sha qog'ozdan o'rab chiroyli o'sha nimalari o'zini brendlarini to'g'rilab joylashtirib qiladigan alohida yana bo'linmasi bu. Kompaniya ma'lum bir vaqt ruchka ishlab chiqarishni to'xtatdi. Misol uchun o'sha keladigan rangi yo'q, nimadir siryozi olib kela olmadi. Lekin uni qadoqlash nimasi bor. Faoliyat ishlab turibdi. U boshqa bir kompaniyadan zakaz olishi mumkinmi? Shunaqa ruchka emas, biron bir shunaqa karobish nimalar bo'yicha olishi mumkinmi? To'g'ri? Faoliyatini davom ettirishi mumkinmi? Nima qilinadi? O'sha eskizini chizadi, o'sha firmani zakazini oladi. Misol uchun o'ziniki A bo'lsa, u B firmadan zakaz tushayotgan bo'lsa, misol uchun 100 ming dona upakovishni qadoqlash nimasi, ya'ni brendini yopishtirib, bitta firmami brendini yopishtirib berib shartnoma tuzadi. U liniyasi ishlab chiqarish liniyasi alohida. Ruchka ishlab chiqarish to'xtagan yoki to'xtamagan taqdirda ruchka ham ishlab ketaveradi. Bu bo'yicha ham o'sha korobkani yetkazib beraveradi, lekin vaqt qolganda ishini reja qiladi-da, 100 ming talik ob'yemni ham bajaradi. Ya'ni bu ruchka ishlab chiqarish faoliyatiga bog'liq bo'lmaydi. Ruchka ishlab chiqarishdan keladigan ekonomik vidiga ham ta'sir qilmaydi. O'zi alohida nima qilish mumkin? Ekonomik vigida, ya'ni приtok денежных средств deyilyapti. Ya'ni pul oqimlarini kompaniyaga olib kelish mumkin. Alohida pul oqimlarini nazorat qilish mumkin. Mana shu demak generiрующий единица deyiladi. Undan holat kompaniyalarda katta o'sha korporatsiyalarda juda ko'p demak faoliyatlari bor. Docherni kompaniyalar bor, filiallari bor, bo'linmalari bor. Mana shu generiрующий единица deyiladi. Ya aka, bitta kompaniyada bir nechta shunaqa bo'lishi ham mumkin-da, значит, Ya bo'lishi mumkin, bir nechta bo'lishi mumkin. Oxirgi primichaniyamiz, primerimiz xuddi shunga asoslangan. Bir nechta bo'lishi mumkin.
Shunda naymeshisi olinadimi? Bu yerda naymeshisi deb aytilganku, boshlaganku. Да, naimensdan bosh. Naimensi identifitsirованный группа aktiv. Konsolidatsiyada rosa ko'p keladi, shunaqa ustoz. Da konsoldatsiyada keladi. Ko'p keladi. Kelardi. Hozirgi o'sha oxirgi primerimiz ham xuddi shunga nima qilingan misol bo'ladi. Ya'ni u kompaniyani boshqa yo'nalishi bo'yicha bog'liq emas. O'sha boyaga aytgandek, ushlab ruchka ishlab chiqarishga bog'liq bo'lmaganda kompaniyaga ekonomический выгода, приток денежных средствani olib kelib biladi. Usiz ham faoliyatini amalga oshirib biladi. PVD-da, PVD hisoblanadimi shunda? Endi PVD desa bo'lmaydi. Siz PVDda endi PVD asosiy faoliyatingiz bilan ishlaysizda uni. Asosiy faoliyatdagi ishchilaringiz, asosiy faoliyatdagi o'sha stanak оборудованиялаringiz bilan PVDni tasavvur qila olmaysiz. Bu yerda o'shasiz PVD bo'lishi kerak bo'ladi. Hozir biz siz aytgan misol bo'yicha qaradigan bo'lsak, demak, ruchka ishlab chiqaramiz, qadoqlashimiz bor, ikkita seximiz bor. Demak, bizda ikkita sexdan ham pul tushadi, pritokimiz bor, денежный средствamiz. Получается, biza qaysidan kamroq kichkina summada pul tushadi. Ha, o'sha bo'yicha biza то есть tekshiramiz-da, anaqaga обесценение. Da. Bo'ldi, endi yetib keldi. Chunki asosiy faoliyat ruchka bo'lgandan keyin u naymeshi bo'lmaydi. U уже nay bo'lishi bo'ladi. Chunki bozorga nima qilasiz? Har doim ruchka brendi bilan kirib borasiz. Qadoqlash shu zakaz olasiz, kimnidir o'sha korobkasini, kimnidir pakovkasini taxlab berasiz. Unda уже boshqa kompaniyani nimasi ketadi, brendi ketadi, boshqasi ketadi. Faqat siz uni tayyorlab berasiz. Yana savollaringiz bormi? IAS 36 bo'yicha. Qoidalar juda oson. U bitika объяснение, возмещаемый стоимость, demak, eng asosiysi возмещаемый стоимость aniqlab bilishimiz kerak bo'ladi. Konsolidatsiyada единица generish единица demak ko'proq keladi. Ya'ni aktivlar bo'ladi. Birinchi demak goodwill olib tashlash kerak bo'ladi. Qolgani demak qolgan egideslarga proporsional tartibda bo'linadi. Hali konsolidatsiyaga ko'p duch kelamiz. Demak, ustoz qarang, обесценение aktivlarda ikkita qiymatdan kattasi tanlanadi deyapmiz-ku, ya'ni hozir Возмещаемый стоимостьda. Возмещаемый стоимостьda ikkita qiymatdan kattasi tanlanadi. Bular demak справедливая стоимость завышенный расход на продажи и ценность использования. Uzr, eshitib qo'y. Demak, ikkita qiymatdan kattasi tanlanadi dedik. Demak, balansli стоимость biz возмещаемый стоимостьga solishtiramiz. Ya'ni возмещаемый стоимость ценность использования или справедливая стоимость за вычетом затраты. Biza YGDS unda biz ikkita qiymatdan kattasi tanlanadi dedik. Solishtirayotganimiz edi balansli stoimostga. YGDSda kichkinasi tanlanadi deymiz. Bu hozirgi tepadagi qoidamizni bu YGDS kichkinasini tanlashimizga qanaqa bog'liqlik tarafi? YGDS degan yana aytaman, возмещаемый стоимость bilan bog'liqlik joyi nimada bor? YGDS. Demak, kompaniyani YGDSini aniqlash uchun, yedinisini aniqlash uchun boyagi Sodiq aytgandek 5 ta 6 ta nimalari bor. Bu xuddi shunaqa o'zini bemalol faoliyatni amalga oshirishlardan naimiy tanlab olinadi. O'sha generish единица deyiladi. Hammasi ham emas uni. Demak, aytayapman, ruchka ishlab chiqarish bu, qadoqlash bu, yana nimadir faoliyat bo'sha joyda. Shulardan eng kichigi generish единица deb tan olinadi.
bu возмещаемая стоимость bilan geniruş единицы nima qilmasligimizga ili deyilyapti, yoki deyilyapti. Ya'ni nima qilmasligimiz kerak. Qo'shib yubormasligimiz kerak. Возмещаемая стоимость наибольшей величина стоимость за вычетом затрат на продажу. Agarda geniruş единица bo'lsa ham наибольшей справедливая стоимость за вычетом затрат на продажу. Keyin u balansiy stoyimiz bilan nima qilinadi? Solishtiriladi. Geniruş единицаning balansiy stoyimiz olinadi. Geniruş единицаning ham наибольший bilan nima qilinadi? O'sha nima tanlab olinib solishtiriladi. Agarda Abyssiniya bo'lsa, Abyssiniya qilinadi. Endi tushundim. Yana kimda savollar bor? Agarda savollar bo'lmasa, nimaga o'tamiz? Zadaniyaga. 3ta zadaniyamiz bor. Используя информацию, приведенную в примерах 2 и 3, объясните и покажите, как описание у них операций должны быть отражены в финансовой отчетности гамма. Закон заканчивается 30 сентября X5 года. Компания «Гамма» зарегистрирована на бирже, ежегодно составляет финансовый отчет на 30 сентября. Вы бухгалтер, стажер, работающий в компании «Гамма» и вы подчиняетесь финансовому директору «Гаммы». Вы также владеете наибольшим количеством обыкновенных акций «Гаммы». Одна из ваших основных обязанностей – подготовка первого варианта предварительной публикуемой финансовой отчетности «Гамма». Вы недавно получили от финансового директора письмо по электронной почте относительно финансовой отчетности за год, заканчивается 30 июня X5 года. Предложение 2. Как вам известно, у нас есть большая инвестиционная недвижимость, которую мы сдаем жильцам в краткосрочной аренде. Мы решили применить модель учета по первоначальной стоимости к нашей инвестиционной недвижимости. Текущая балансовая стоимость недвижимости составляет 1 миллион 200 тысяч долларов. Недавно мы договорились об аренде с новыми жильцам, которые начнут арендовать недвижимость 1 октября X5 года. Из-за избытка недвижимости, доступной для аренды, нам пришлось уменьшить суммы, которые мы взимаем с новых жильцов. Это повлияло на стоимость перепродажи недвижимости, которая в настоящее время оценивается 900 тысяч долларов после вычета затрат на продажу. Исходя из того, что мы продолжим сдавать недвижимость в аренду жильцам, проведенная стоимость всех будущих аренды плат составит около 1 миллион долларов. Возможно, в ближайшем будущем мы приступим к реструктуризации, хотя еще ничего окончательно не решено. Если мы проведем реструктуризацию, то недвижимость может быть использована альтернативные варианты, приведенная стоимость будущих чистых денежных потоков. Генерирующим недвижимости может быть надежно оценена как минимум в 1 миллион 300 тысяч долларов. Таким образом, я удовлетворен, что текущая баланс и стоимость объекта полностью оправдана. Bu yerda qaysi standart ishlaydi? O'tgan mavzularimiz bor. İlyas 40. Aha. İlyas 36. Demak, hisobot davri 30 sentyabr X5 года. Zadaniya qiyin emas, lekin ozgina qiziqarliroq. Demak, IAS 40, IAS 36. Demak, investitsion недвижимость определенияsi bo'yicha hech qanaqa muammo yo'q. Chunki investitsion недвижимость bor, arenda mablag'larni olib yuribdi, balansiy stoyimiz bor va первоначальный по затратам ucheti bilan yuritiladi. Boyagi aytganimdek, IAS 36 qachon IAS 40 bilan ishlaydi? Abyssiniya bo'lganda.
Yo'q, qachon ishlaydi? Qaysi nimada? Boya aytdim-ki. Yes, 36. Anaqami? Aha. YGDS bo'lgandami? Модель учетasiga связанный edi. Да, по модели первоначальным затратам bo'lsa, investitsion недвижимость demak, shu uchot bilan yuritilsa, uchotni politikasida kompaniyani YAS 36 bilan birga ishlaydi. Bo'lmasa, bu operatsion stoymost bilan yuritiladigan bo'lsa, demak, bu bizda nima qilmaydi? Yurmaydi. Endi bu yerda demak o'sha недвижимостьga bo'lgan talab bozordagi nima bo'lyapti? Tashqi внешний nima bo'lyapti? Omil Оценка. hisoblanyapti. Da, внешний priznak bo'ladi demak. Investitsion недвижимость bu, priznak bu, ma'lumot bu, demak nima qilishimiz kerak? Biza IAS 36 bilan testna объяснение uchratishimiz, tekshirishimiz kerak bo'ladi. Если недвижимость учитывается по модели операционной стоимости, может, согласно требованию ЯС 36, надо проверить тест на объяснение. Объяснение ketdik qoidasi o'sha, когда балансовая стоимость актива превышает его возмещаемую стоимость, demak, балансовая стоимость bu qancha балансовая стоимость? 1 million 200 ming. 1 million 200 ming. Endi возмещаемая стоимость 900 тысяч долларов. ценность Burada anaqa borda. использования, За вычетом затрат на продажу. ценность использования SPS за вычетом. SPS за вычетом qanchaga teng? 900 mingga. Ценность использования Bu yerda berilmagan shekil. Исходя из того, что мы продолжим сдавать недвижимость в аренду, приведенная стоимость всех будущих арендных платежей составит около 1 миллион долларов. Машина. kimda fikr bor yana? Ценность использования qoidasi nima edi? Проведенная стоимость денежный поток, который Которые предположительно будут получены от актива или генерирующей единицы. Demek 1 million 300 ming ekan, değil mi bu? Keyingi abzats ekan. 1 million 300 bo'yicha restrukturizatsiya haqida ketyapti-ku. Yo'qda demak IAS 37 qoidasi ham bor edi. Aa, Restrukturizatsiya bo'yicha nima yo'q, hech qanaqa ma'lumot yo'q. Demak, restrukturizatsiyani qoidasi o'sha kriteriyasi plan bo'lish kerak, plan доведения до всех e'lon qilinishi kerak. e'lon qilinishi kerak, Plan qabul qilish kerak, ishlar boshlangan bo'lishi kerak. ishlar boshlangan bo'lishi kerak. Ценность использования demak o'zi aytyapti, проведенная стоимость mana, проведенная стоимость всех будущих аренд составит около 1 million dollar deyapti. Agarda deyapti, arendan davom ettirsak deyapti, hozirgi nima bilan deyapti mana, исходя из того, что мы продолжим сдавать недвижимость в аренду жильцам, demak bu 1 million, проведенная стоимость 1 million dollar atrofida bo'ladi deyapti. Agarda uni sotsam deyapti, недвижимость перепродажа qilsam deyapti, 900 ming dollarga tushadi deyapti. Demak, возмещаемая стоимостimizni topishimizga nima bu? Bemalol ma'lumotimiz bu. Buni tushunib olish kerak ekanda. Demak, bu bizda qancha ценность использования mingga teng bo'ladi. Endi вывод nima desa yerda? Qaysini tanlab olamiz? 1 million dollar. Sen используем. Demak, 1 millionni tanlab olamiz. Endi Balansli stoymost. balansli stoymost bo'lishimi yo menshimi? Yo, возмещаемый стоимость. Да. 1 million. Да. Объяснение bormi? Bor. Bor. Да, объяснение есть. Объяснение относится на прибыль убытки. Дебет, ПУ, поезд, 200 bilan.
1200 minus 1000. 200. Балансная стоимость инвестиционной недвижимости на 30 сентября X5 года. Qancha bo'ladi bu? Balansiz Ming bo'ladi-da endi balans stoyimiz o'sha отчетный dataga. Da 1200dan 200dan ayirsak 1000 bo'ladi demak. Раздел ОФП в наоборотные активы. Ustoz, shu deb savol bersam maylimi? Aha. Men model aytdingiz-ku, masalan, IAS 36 ishlash uchun IAS 40dagi o'sha оборот nimadir bo'lsa ham, u первоначальный затрат за вычетом, yo'q, модель по первоначальным затратам bo'lishi kerak dedingiz-ku. Da, учетный политика bo'yicha shunga Aha, agar bo'lishi kerak. u по справедливой стоимости bo'lsa, unda u har yili biza o'zi o'sha справедливой стоимостini aniq topganimiz uchun ham обесценение bo'lmaydi-da, shuning uchun ham u ishlamaydi. Xuddi shunday. Ha. Endi xuddi shunga IFRS 9da ham ozmuncha xabaringiz bu. IFRS 9da ham все финансовые активы учитываются, признается и последующая оценка все по справедливой стоимости. Ya'ni справедливой стоимости har doim yuritiladi IFRS 9 ham. Bu yerda ham har hisobotlar spravедливой стоимость aniqlagandan keyin uni обесценение tekshirish hojati yo'q. Ha, ya'ni agar mabodo masalan narxi tushib ketgan bo'lsa, bizada прибыль убыткada прибыль bo'ladi. Agar naborot tushib ketgan, oshgan bo'lsa, прибыль paydo bo'ladi, tushgan bo'lsa, убыток paydo bo'ladi. O'sha har yili har anaqadan keyin baholangandan keyin o'zi provodga berib ketilaveradi. Da, provodga berib ketiladi. O'sha uchun ham согласно IAS 40 по модели по модели операционной стоимости изменение справедливой стоимости всегда учитывается прибыль убытки. Ha, bo'ldi, rahmat. Yana kimda savollar bor? Mam IAS 37 deb nima demoqchi bo'luvdik? Tepasida yozgansiz-ku. IAS 37 bo'yicha restrukturizatsiya oxirida. Ha. Ya'ni bitta bo'linmani yoki o'sha general tugatilishi. Investitsion недвижимости bu kompaniyani, lekin investitsion недвижимость asosiy faoliyat bo'lmasligi mumkin. Alohida unga pul oqimini olib kelyapti. Ya'ni nima bergan, ijaraga berib qo'ygan. Uni tugatish uchun perprodaja qilish kerak bo'ladi. Ya'ni sotish kerak bo'ladi. Yoki uni shartnomani bekor qilib, uni yana qaytib asosiy o'sda investitsion недвижимостьdan asosiy o'sda o'tkazish kerak bo'ladi. Restrukturizatsiya bu yerda ishlamaydi. Qo'shimcha hech qanaqa ma'lumot yo'q. Savollar bormi? Ha, to есть bu просто chalg'itish uchun berilgan abzats, ha, bu. Ha, chalg'itish uchun berilgan abzas. Agar savollar bo'lmasa, sekin рабочий doskaga o'tamiz. Hammada Word ochilgan bo'lishi kerak. Ko'rinyapti hammaga? Da. Расчеты. Ответ. $5000.
Akmal aka savol berib ketsam bo'ladi. Aha. Ha shu bir ikkita masalani yeching. Ha bu Serashutov $1000 deb yozamiz-ku. Aha. Yozmay ketsa-ku summalar qanday ko'rsatilgan bo'lsa, o'shani hisoblab ketaversa xato bo'ladimi, xato bo'lmaydi. Bir anaqa millionda 1200 emas, просто million deb ayirib ketib hisoblab ketaversangizda. Demoqchisiz? Hozir. Просто uyga vazifaga bir mana boshiga yozayotgan paytda million deb yozib ketaman, keyin birdan kalaga ketdi-yu, keyin tez chiqib qaytadan to'g'rilab chiqdim-da. Ekzaminator javoblarni ko'rsangizlar, juda bir qiziqarli javoblar berilgan. Tez summada yozmaydi, million joyda million yozib ketaradi. Qayerdadir tizcha yozib ketadi, qayerdadir o'sha dollar o'zini, ya'ni birlikda yozib ketadi. Agarda siz o'sha 1200 yozdingiz, 1200. To'g'rimi? 1200 yozdingiz. Masala shartida million dollar yozilgan bo'lsa, million dollar yozib ketishingiz kerak bo'ladi. Agarda 1200 dollar yozilgan bo'lsa, siz ana shuni yozib ketishingiz kerak bo'ladi. Agarda 1200 tizcha yozilgan bo'lsa masala shartida, siz ana buni qo'shib ketishingiz kerak bo'ladi. Ekzaminator shunda sizni tushunadi, bo'lmasa nima qilmaydi, tushunmaydi. Agar savol shartda qanday keldi shuni yozmoqchi bo'lsangiz, обязательно oxirida o'lchov nimasi bo'lishi kerak, ya'ni birligi bo'lishi kerak. Nimaga bu yerga biz shunga o'rganamiz deymi? Demak, ekzaminator ko'rdimi shuni? Demak, har doim 1200 dan keyin son yozmas ekan, so'z yozmas ekan, demak u tizcha dollarligini biladi. Agar savol bo'yicha yozaman desa, to'liq yozishingiz kerak bo'ladi. Har doim buni takrorlab, qayerda rashid bo'lsa million dollar yoki dollar yo tizcha dollar deyish ozgina vaqtdan nima qilinadi? Yo'qotiladi. Biz demak ekzamenda har bir sekundimiz, har bir daqiqa nimaga teng? Oltinga teng. Endi standart. Tushunarli bo'ldimi, Oltibek? Yo, tushundim. Men endi просто uyga vazifa yechgan paytda boshiga million dollar, keyin minus shuncha $1000 deb, yana $1000 deb yozib ketgan, keyin birdan kallaga urdim, aytdim million emas, tizcha qilish kerak edi deb, keyin qaytadan 1200 qilib chiqdim-da. Agar u yoqda hamma joyda million dollar ketgan bo'lsa, javobi inobatga olinadi. To'g'rilash ham shart emas, agar usvet qilib yozsangiz uni. Yozib, yechib bo'lgandan keyin birdan esa keldi, $1000 deb yozib, keyin qaytadan to'g'rilab chiqdim-da. Böyle düşünün Akmal aka. Стандарт яз. Интересует, ке инвестиционный недвижимость, ке инвестиционный недвижимость. Если стандарт применяется, если учитывается, если учитывается по модели первоначальных затрат, по модели первоначальных затрат. Endi на отчетные дата 30 сентября X 5 года. Компания необходимо
Провести тест на объяснение. Провести тест на объяснение. Тест на объяснение. Так как существует признак объяснения. Признак объяснения. Hozir biza ustoz qarang 36 bo'yicha yozayotgan bo'lsak boshidan ozgina ответ bermaymizmi? Misol uchun stoyimiz bo'lishi, если возмещаемый стоимость nima shunaqa qilib qisqacha объяснение berishimiz shart emasmi bu masalaga? Ya biz yetib kelamiz o'zingizcha. Ha, ungacha Kelamiz, да. Признак объяснения. Demak, bor edi bizda ухудшение экономический ситуация на рынке недвижимости. На рынке недвижимости. Demak, endi siz aytganga keldik. Объяснение это перевышение балансовой стоимости актива. Стоимость актива над его возмещаемой стоимостью. Возмещаемая стоимость. Возмещаемая стоимость. Возмещаемая стоимость. Demek, это наибольший между ценность использования qanchaydi? 1000. Справедливость стоимости за вычетом затрат на продажу. $900. Возмещаемая стоимость qancha bo'ladi? 1000. Объяснение относится на расходы периода. Дебет, прибыль, убытки. Если 1200 минус 1200. Балансовая стоимость инвестиционной недвижимости. Балансовая инвестиционная недвижимость. На конец года 400 минус 200 1000.
Раздел ОФП. Внеоборотный актив. Раздел ОФП внеоборотный актив. Xo'sh. Kimda savollar bor mana? Qisqacha 5 ballik o'rindagi zadachamiz. IAS 36. IAS 36 demak oldingi o'zi kurslarimiz alohida mavzu qilmaganmiz. Shu alohida har bitta standartda maksimal darajada kirib borish uchun u bilan ko'proq masala yechish uchun alohida demak mavzu qilib o'tib berilyapti. Oldin demak aktivlar bilan birga o'tib ketilgan. Savollar bormi masala sharti bo'yicha? Savollar bo'lmasa, ikkinchi zadachaga o'tamiz. Yo'q savollar ustoz. 8 ballik o'rindagi zadacha используя информацию примечания 1 и 2 обязан покажет, каким образом два события отражены в консолидированной финансовой отчетности гамма за год, заканчиваясь 31 марта X5 года. Гамма ежегодно подготавливает консолидированную финансовую отчетность на 31 марта. Примечания 1 и 2 содержат информацию, относящуюся к данной финансовой отчетности. Примечание объяснение Гудвилля. 1 апреля X3 года Гамма купила 75% обыкновенной акции дочерней компании X. Уплату 99 миллионов долларов денежным средством. Справедливая стоимость чистой актив дочерней компании X на эту дату 108 миллионов долларов. Гамма оценивает контролирующую долю участия в дочерней компании X с использованием метода пропорции чистой актив. 31 марта X4 года Гамма провела Goodwill, образовавший при покупке дочерней компании X, но никаких признаков объяснения обнаружено не было. 31 марта X5 года баланс и стоимость чистой актив дочерней компании X в консолидированной финансовой отчетности Гамма за исключением Goodwill при покупке равнялись 115 миллионов долларов. Для целей проверки на объяснение дочерней компании X представляет собой одну единицу генерирующих денежных средств. 31 марта X5 года ценность использован от использования дочерней компании X составляла 135 миллионов долларов, а ее справедливость за минусом затрат на выбит равнялась 130 миллионов долларов. 8 баллов. Buni demak birdaniga Word kechib ketamiz. Bu yerda расчетlar bor. Demak, расчет o'sha nimadan boshlashimiz kerak? Goodwill. Da, расчет Goodwilldan boshlashimiz kerak bo'ladi. Birgalashib ketamiz ana endi. Hamma demak o'zi Goodwill hisoblasin. Bu yerda bitta standart ishlaydi, IAS1. Расчет Goodwill kompaniya qaysi? X mi demak? Расчет Goodwill kompaniya X. Demak, Goodwill topish formulasi. Возмещение demek. Возмещаем стоимость минус Возмещение при покупке. С деньгами. Qancha? 99 ming. 99 ming. Endi Goodwill hisoblanglar o'zlaringiz, ammo javobini yozinglar Telegram. Formula o'zgarmaydi. Плюс неконтролирующая доля. %75 Doля. Hisoblang.
Birinchi aytasiz. Справедливая стоимость. Xo'sh. Qancha chiqdi Goodwin? Endi 18 chiqdi. Yana kimni? Nechi chiqdi? 18. 18.000. 18 Demak, ne kontrolchi doля degani чистый aktiv bor 108 million, to'g'rimi? Shuni nechi foiz bo'ladi? 25. Nimaga 25? Не контролирующая доля. Kontrolchi dolyasi qancha? 76'da aytilganda, anaqa Gamma'ni o'zi 75% aksiyasini sotib olgan Dachino kompaniyani. Shundan qolgan NK'da bo'ladi-da. Da. Nechi bo'ladi bu shunda? 5 bo'ladi. Shunda 27 ming. 27 27 ming. minus demak 108 mingni o'zi. 99 mingga qo'shamiz 26 mingni 126 ming bo'ladi. Keyin ayrimiz 108 ming. Endi 8 ming. возмещаемый стоимость top bilamizmi? Zarar demak возмещаемый стоимость nima? Kerak. Возмещаемый стоимость. Возмещаем стоимостini ham o'zini formulasi bor-ku, чистый актив plus o'sha балансовая стоимость чистых активов. Возмещаемый стоимость formulasi nima har doim? Наибольший. Наибольший. из двух получается. Наибольшая справедливая стоимость за вычет расходов на продажу или ценность использования. Между справедливой Ценность стоимостью. использования. Мгм. Qancha ценность использования? Ценность использования 135 million. Справедливая стоимость 130. Правильная стоимость qancha? 130. 30. Ценность использования 135. 135. Bu masala shartda aniq ravshan qilib berilgan, to'g'rimi? Bu 135 olamiz. возмещаемая стоимость наибольший bo'ladigan bo'lsa, demak bu 135 bo'ladi. Endi test объяснение o'tkazsak bo'ladi. Ya'ni объяснение boyagi qoida объяснение. Это перевещение балансовой стоимость актива. Балансовая Активы над его возмещаемой стоимостью. стоимость актива над его возмещаемой стоимостью.
Stoymus tyor. Endi bizda test na объяснение Goodwill'a. Endi polni Goodwill topamizmi bu yerda? Çünkü proporsionalni deganda. Polni Goodwill Onu Goodwill polni topib Goodwill topishimiz uchun nima qilamiz? 75 ga bo'lamizda. Nechini? 18 ming. 8 mingni 75% ga bo'lamiz, ko'paytirmaymizda. 75% ga bo'lsak nechi bo'ladi? Bo'lamiz 75%. 100 ming. 75 mingni bo'lamiz. 24 ming. 18 mingni bo'lamiz. 24 ming. Endi bizda aytyapti, чистый aktivimizni, shu balansiy stoyimizni bez uchota Goodwill'i e'tibor bering. Bez uchota Goodwill'i 100 qanchaga teng deyilgandi? Masala shartda 115 millionga. 115 million demak, biza Goodwill ham aktiv bo'lgani uchun nima qilishimiz kerak? Qo'shib olishimiz kerak bo'ladi. Balansiy stoyimiz. Balansiy stoyimiz 103. demak 115. Plus 24 bo'ladimi shunda endi? Vazmishamiz stoyimiz 135 qoldi. Endi объяснение полного Goodwill'a bormi yo'qmi? 4 mingda. Yo'q, balansiy stoyimiz pastku. Lekin qo'shib olsak-chi bu o'zi. Goodwillni qo'shib olish kerak 4 ming bo'ladi. 139 ming bo'lyapti. Agar qo'shsak, shunda bo'ladi-da. Qo'shib olinadi, chunki bez uchota Goodwill'a deyilyapti balansiy stoyimiz. Endi объяснение qachon yuzaga keladi? 24 ming plus 115 ming, 139 ming, ya'ni mana bu yerda ana 139 ming katta 135 mingdan. Demak, Goodwill polniy объяснениyasi, ya'ni balansiy stoyimizi vazmishamiz stoyimizdan nima bo'lyapti? Katta bo'ladi. Demak, bu yerda nima bor? Объяснение Объяснение. Bu объяснение mavjud. 135 mingdan katta demak, объяснение polni Goodwill'a 24 ming plus 115 ming minus 135 ming barobar 4 ming. Endi объяснение Goodwill'a o'zi demak. Объяснение Goodwill'a 75%. 4 ming ko'paytiramiz. 75%. Qancha bo'ladi? 3 ming. 3 ming. 3 ming. Объяснение Goodwill'a. Объяснение Goodwill'a относится на контролирующие доли на 100%. Chunki qaysi uchotda yuritamiz? Proporsionalniy, да. Нас тут только контролирующие доли. Доля без права дальнейшего восстановления. Дальнейшего восстановления. Bu demek ana. Mana shunday объяснениеda savol tushadigan bo'lsa, xursand bo'lsangizlar bo'ladi. Расчет boshqa
Bu yerda qoidalar, nimalar kerak emas. Расчёtlar chiroyli qilib ko'rsatib, qayergadir mana nima bor? Пояснение, раскрытие informatsiyalar. O'z boshqa narsa kerak emas bunga. Savollar bormi? Kimda Masalan, savol? hozir oxirida aytdik-ku, обесценение Goodwill относится на 100% dedik. Только контролирующая доля без права восстановления dedik-ku. То Aha. есть bu MK'ga ketadi demoqchi-da, bu to'g'rimi? Materinskiy kompaniya. Yo'q, Mateus kompaniyani OFP qiladigan bo'lsangiz, NLPga ketadi. Ha, Biz- NRP Mas- shuni hisobiga kamayadi. Excel ko'rinyaptimi? Ha? Abyssiniya bor ha bu yerda 360 ga, 1300 ga 30% bor edi. ha? Aha. 30%mi? Mhm. Mana buni shu oxirgi terminda qoidani tushunmadim. Обесценение O'zbekcha Goodwill. ko'rsatamanda, o'zbekcha ko'rsataman. Aha, aha. 1000 barobar 1300 ko'paytiraman 30%. 390 abyssiniya bor. Mhm. Endi bizda NK'da sправедливость стоимости yuritiladi. Siz 390 ni bir vaqt o'zida qayerga olib borasiz? Aktiv bo'lgani uchun minus 390 ming olib borasiz. Goodwill'dan kamaytiraman. Goodwill'dan kamaytirasiz. SPS sправедливость стоимостida bo'lgani uchun u kontrolish, ne kontrolish dollarga ajratiladi. Neraspidyon pribylga bu yerda qancha? 90%di. Minusdan 390 ko'paytirasiz. 90%ga 351. NK'dagi minusdan 390 ko'paytirasiz 10%ga. Mana shuni aytmoqchi. Endi bizda masalamiz shartida proporsionalni. Если agar proporsional bo'ladigan bo'lsa, keling 390 ni polni qilib o'tirmaymiz hozir. 390 abyssiniya chiqdi. Siz 390 minus ana bu yerga olib borasiz. 390 kontrolish dollarga minus 390. Ya'ni ne kontrolish dollarga ajratmaysiz. Proporsionalni bo'lgani uchun, ha? Proporsional bo'lgani uchun. Chunki biz o'sha обесценение Goodwill'larni 75% ni hisoblab olganimiz uchun, ha? Da, xuddi shunday. Chunki 34 mingida Bitta savol bor edi shu joyda esimga Aha. tushib. So'ravali, как раз mana qarang. Tepada Goodwillga 1300 olib bordik-ku, tepada mana siznikida. Man hozir o'zimnikinimda qarasam, 1300 qilmaganman-da, обесцененияni hisoblab, keyin итоговый Goodwill'ni qo'ygan ekanman-da. Ekzaminator uchun bu qanchalik muhim? Agar primechani alohida kelgan bo'lsa, uni alohida ko'rsatish kerak. Hozirgi holatda alohida ko'rsatish kerak. Agarda abyssiniya birinchi primechanining ichida ketgan bo'lsa, unda siz aytgan siz bergan yechim to'g'ri bo'ladi. Примечание deganda nima nazarda tutilyapti? Birinchi shart. Bo'ldi, tushundim. Shart. Ana birinchi primechani bu shart investitsiya edi, ikkinchisi uni targoviy operatsiya bo'ldi, uchinchisi yana abyssiniya goodwill edi. Abyssiniya goodwill birinchi primechanida kelsa, siz yechgan yechim to'g'ri bo'ladi. Tushunarli, rahmat. Yana savollar bormi? Xo'sh, endi primerga o'tamiz. Boyagi holatimiz bo'yicha mana masalada aytganku, konsolidированный отчетni aks etting degan, biz hech qanday uni qayerda aks etishimizni yozmaymizmi? Oxirgi yana zadachamiz oxirida. Ko'rsatdik yana. O'sha bo'ladi-da. Shu bo'ladi. Обесценение Goodwill относится 100% контроля доля без права дальнейшего восстановления. Bo'ldi, tushundim. Задание. Как распределяется убыток от обесценения в 600 тысяч будут между активами?
единицы генерирующие денежные средства. Компания Эльвира владеет группой активов, которые принадлежат одной единице генерирующей денежные средства. Помимо основных средств активов А, Д в группы включены запасы, отражаем по чистой стоимость реализации. Балансовая стоимость единицы генерирующей денежные средства превышает возмещаемая стоимость $600 000. Балансовая стоимость текущий актив, обязательства, долгосрочный актив, goodwill, актив А, Б, С, Д. И hammasi bo'yicha nima bu? Aktiv bo'lsa bu bizani mahsulot turlarimizmi hozir? Boyagi aytgan genirush единицаlarimiz. O'sha nima dedikki, o'sha ruchkani qadoqlaydigan seximiz. A, B, C D'lar o'sha shunga o'xshash sexlar. Texla qarash. Xo'sh, endi bu yerda e'tibor beringlar, уже объяснение bor, aniq уже. Балансовая стоимость единицы генерирующей средства превышает возмещаемую стоимость $600 000. Ya'ni aniqlash kerak emas uni. Seniz использование bilan справедливый стоимостdan eng yuqorisi 600 ming tanlab olingan. Endi biz shuni объяснениеga uchratishimiz kerak bo'ladi. Пример 1. Группа актив. Demek, birinchisi nima aytib o'tdinglar? Tekushi aktivdimi? Текущие активы 400 балансовая стоимость. Bize ham yozaveraylikmi ustoz o'sha? Ha, yozing, bu shuni hisob kitob bilan ketadi. Balansiyya stoyimiz. Tekushi aktiv qancha edi? 400. 400. Keyingisi. Обязательства. 150 minusda. Keyingisi. Gruppa aktivmi? Долгосрочные активы. Goodwill. 300. Goodwill. Долгосрочный актив 2 nokta. Goodwill 300. Aktiv A. Aktif A 590. Aktif B 780. Hı hı. Aktif C 950. Hı hı. Aktif D 180. 180. Aha, 180. Itogu. Hı. Чисто активini topsak bo'ladimi? 400. Minus 150. Plus 300. Plus 590. Plus 780. Plus 950. Plus 180. 3050. 50. 3050. Endi объяснение. $600 mı? Jamini 600. Berganmiz. To'g'ri, demak bizga 600 chiqishi kerak. 600 chiqishi kerak. Endi e'tibor beringlar, объяснение. Tekushi aktiv, ya'ni zapas tashkil qiladi deyapti. Zapas qoidasi IAS 36 ga ishlamaydi, boyaga aytgandek. Va chistaya o'sha chistayasini realizatsiyada ko'rsatilgan deyapti. Ya'ni zapas объяснениеga tekshirilgan deyapti. Zapas объяснениеsi IAS 36 bilan ishlamaydi. Ya'ni o'z-o'zidan bu объяснениеga uchrab bo'lib, hammasi tekshirilgan 400 bo'ladi deyiladi. Обязательство ham o'z-o'zidan aktiv emas, 150 o'z qiymatida qoladi. Endi
Bizda demak 600 ni долгосрочно aktivga nima qilishimiz kerak bo'ladi? Tarqatib chiqishimiz kerak bo'ladi. IAS 36 qoidasi bo'yicha первый очередь nima qilamiz? Nima bo'lishini, nima balansi stoyimiz Goodwill hisobidan yopamiz. Birinchi nima qilamiz? Goodwillni списать qilyapmiz без права дальнейшего восстановления. Ya'ni Goodwillga 300 ni nima qilamiz? Tarqatamiz. Обесценение qilamiz. Minus 300. Wow, bizda ostatga 0 bo'ladi. Endi bizda jami обесценение qancha edi? Jami обесценение 600. 600 edi. 600'ı qanchasini ishlatdik Goodwillga? 300'ünü. 300'ünü ishlatdik. Yana qanchasi qoldi? 300'ünü bo'lib yuboramiz-da endi. Da, ana bu Protsentini hisoblab. ana buni Raport saqlamizmi? 300 ga 4 ta aktivga nima qilamiz? Tarqatib tashlaymiz. Endi shuni tarqatinglar. Hamma o'zi hisoblasin. Qani prosent hisoblab bilamizmi yo'q? Itogodan shunda 300'ı ayirib turib keyin nisbatga olamizmi? Ili kak? Mana 590'ni bo'lamiz 3050 ga foizi keladi-da. 500 Tepada 300 olib tashladik-ku biza. Уже. 3050 ga bo'lsak 190 To'rtta aktivni qo'shib 100% deb olamizda menimcha. o'sha 100 O'sha foiz sera matematik o'sha finansiy ekonomist nimalarni ko'rsatingda, o'sha hamma o'zi hisoblasin. 180 bo'lsa 2500 bo'lar ekan. Значит 590 ni bo'lamiz 2500 ga-da. Shunaqa. 590 ni bo'lamiz 2500 ga. O'shanda foizi 0,23% bo'lar ekan birinchisi. Keyingisi 0,23. Keyingisi 780 ni bo'lamiz 2,5 mingga. 0,312. 950 ga bo'lamiz 2500 ga. 0,38. 180 ni bo'lamiz 2,5 ming. 2,5 ming. 0,072. 0,072. Hammasini qo'shib qaysi foiz ekan? Butun ha, 100% to'g'ri. Endi shuni endi bunday qilamiz. 590 ni ko'paytiramiz. 590 ni ko'paytiramiz. 0,236 ga. Birinchisi 139,2 bo'ladi. 139,2 bo'ladi. Keyingisi 708 ni ko'paytiramiz. 0,312 ga. Javoblar bormi? Kimda bor javoblar? 78 72 93 93% 421. Evet. 590 nima qilish? 72 590. 590 ga 72 bor, 72'si boradi. 24%. Qayerdan topdingiz 24%? 4 aktivni qo'shdim. Qancha bo'ldi 4 tak? 2,5 ming. 2,5 ming. Bo'ldingiz 2,5 Bo'lib mingga. chiqdi. 590 ni bo'lim 2,5 mingga 24%, 324% 72. Aha. Keyin 780 31% bo'ladi 93. Kaçtı? 94 950 38% bo'ladi 114.
38%, 38% bo'ladi. ha. 114, 187% bo'ladi 21. 72, 93, 114, 21. Demek 300. Jamoliddin 71, 94, 114, 21 bergandi. Demek bir xilda shu atrofda chiqadi. Malaka xuddi shundan chiqdi. To'g'ri. Demak, 2,5 mingni nima qilamiz? Jami demak 4 ta aktivimiz qoldi. 300 ketdi, 0 bo'ldi. Tekish aktivimiz обязательно o'zgargani yo'q. Va itok nimamiz 300 ni nima qildik? Amortizatsiyalar, Abyssiniya qilib yubordik. Endi aktivlarimizni balans qiymati qanchaga teng? Hamma hisoblasin o'zi. Jami balans qiymati hisobot davriga qanchaga teng? Aktivlarimizni Shu 4 ta jami o'sha kompaniyaning aktivlari. 2200 bo'ladi 300 обесценение bo'lgandan keyin. hozir minus qilib chiqamiz-da 590 dan 72 ni ayiramiz. Qancha bo'ladi dedingiz, Nigar opa? Yo'q, qayta qo'sham. Yo'q, ayiramiz. 300 ni birinchisi Hozirgi 300 обесценение o'zi 2500 qoluvdi, 2200 qoladi-da долгосрочный частьda. Bunda olganda o'zi 2,5 mingdan Ha, voy to'xtang, tekushini ham qo'shish kerak edi. Aha, tekishi bor, обязательно. 2450 da ustoz mana hozir. Da 600 minus qilamiz mana. 1900. Bo'lsa mana bunaqalarni joylashtirib chiqish kerak-da. Da buni joylashtirib chiqish kerak bo'ladi. Mana men tashladim chatga. Tashlayapman ustoz. 590 ni 72 ni ayiramiz-da. 518 qoladi. 518 ketdik. Ha? Haqda yuvardingiz. 686. Ama chatga jo'natdim. Ha. Itog'ini chiqarmabman shoshib. Itog'ini shunday o'zim qaradim. 836, 36. 159. 159. To'g'ri. Va bu yoqda 400 bor mana qo'shib kelsak, bu 2450 tashkil qiladi. Demak, o'sha genius единица bo'yicha taqsimlash mana shu tartibda bo'ladi. Bu ekzamenda boyaga aytilganda konsolidetsiyada bor har doim. 2-3 ta goodwill bilan birga bo'ladi. Genius единица va biz uni balans qiymati aniq bo'ladi. Возмещаемость ценность использования aniq bo'ladi. Demak, o'sha spravедливость стоимостлari aniqlab olib, Abyssiniya bormi yo'qmi tekshirishimiz kerak bo'ladi. Abyssiniyani qayerga olib borishimiz kerak bo'ladi? O'sha konsolidatsiyaga ta'sirini ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Savollar bormi? Endi anaqasini yozishimiz kerakmi? Отчетный dataga balansовый стоимость, balans, madan выписка из отчета. Kerakmi? Bu primerga kerak emas. Bu yerda savol zadaniyaga e'tibor bersangiz, mana So'ramaganda. so'ralmagan. Как распределяется убыток 600 ming qanday qilib aktivlar o'rtasida taqsimlanadi deyapti-da. Mana shu Shuning uchun zadaniyaga e'tibor bering. Bunda выписка из отчетni so'ralgandi. Biz o'zi zadaniya bo'yicha hozir 600 mingni aktivlar ustiga taqsimlab chiqdik o'sha nimani qadrsizlanishda. To'g'ri aytasiz. Qadrsizlanishi aktivlarga proporsional tartibda taqsimlab chiqdik. Birinchi har doim goodwill yo'qotamiz. Qolganini demak proporsional tartibda kamaytiramiz. Ustoz nega shuni biz goodwilldan 300 ayirdik, teng yarmini ayirdik. Qolgan 300 ni har распределение qilgan tushundim, lekin goodwilldan 300 Goodwill YAS 36 qoidasi mana списывается без возврата. Birinchi demak mana. Birinchi goodwill nima qilinadi? Ana, spisat qilinadi. Qancha bo'lishidan qat'iy nazar. Demak 200 bo'lsa 200 ming squarar edik, keyin qolgan 400 ni tarqatardik. Xuddi shuni. Da. Bo'ldi.
Savollar bormi yana? Yas 36 Mana bunaqa boru, kratka konspektni oching. O'sha yerda mana shu yonidagisi o'ng qo'l taraf shekilli. O'ng, chapda, o'ng tarafida. Восстановление ранее обесцененного актива degan tagida yana mana bu birinchi части понятный. Стандарт требует распределить goodwill на генерирующие единицы. Bu hozirgi o'tgan narsamiz. А uni yonida yana если goodwill не может быть распределен на наименьший ЕГДС, тогда порядок... agarda bez учета goodwill bo'lmasa deyilyapti. Каждый yegidiz bez goodwill распределять qilib tashlanadi. 600 ni nima qilib tashlardik? Da, goodwill yo'q boshqa demak. aktivlarini proporsiya qilib to'g'ri o'shanga o'tib ketaverasan degan narsa shunaqa qiyin yozganmi? Da, xuddi shunday. Endi bu IAS 36 standarti o'zi ham bir 50 varaqdan ortiq. Bu yerda ekzamen uchun, DPFR uchun qisqacha keladigan chastlik ko'rsatilgan. Qisqacha bu konsoldatsiyada keladi, bu chast bu konsoldatsiyada keladi. Konsoldatsiyada alohida keladigan joyi bu. Uni ko'ramiz обязательно. Konsolidatsiyada kelsa ham xuddi shunaqa ubitkani proporsiya qilib tarqataveramizmi? Shunda обесцененияni? Da, обесцененияni bu yerda aktiv bilan nima qildik? Demak, bizda konsolidatsiyada nima keladi? O'sha boyagidek 600 keladi. 600 обесцененияz bu. Bu yerda aktiv A'da 200 bo'lishi mumkin. Mana 72, 70, 114 chiqdiki, mana shuni biza konsolidatsiyada aniqlab olamiz. Hozir bu yerda teskarisini qildik. Bizda 600 bor edi, taqsimlab chiqdik. Konsolidatsiyada mana bu 72lar topib olasiz, itogi konsolidatsiyaga tarqatib tashlaysiz. Tushunarli. Menimcha shu обесцененияni spisaniyasidan ko'ra восстановленияsi bosh og'riqroq emasmi deb qo'rqib o'tiribman hali, yoki masala ko'rsak balkim oson bo'lar-u. Восстановление bo'yicha lekin savol yo'q. Kelmaydi deysizmi? Yo'q, o'zi statistikada ham yo'q. Xudoga shukur. Kelmasin. Восстановление bo'yicha yo'q. Chunki ekzaminator ham o'sha standart aytyapman, 50 varaqdan ortiq, UAS 36 o'qib chiqsangiz 50 varaqdan ortiq. Lekin shundan 4 ta qoida olinyapti. 4 ta maksimal 5 ta qoida tanlab olinyapti. O'quvchi o'sha qachon обесценение kuzat qoida bitta o'zgarmaydi. Balansiy stoyimiz vazifa stoyimizdan oshishi kerak bo'ladi. Lekin balansiy stoyimizni aniqlashda, vazifa stoyimizni aniqlashda kompaniyadagi vaziyatga qarab demak ichida demak standart ichida если или degan joylari bor. Lekin baribir yana kelib o'sha balansiy stoyimiz vazifa stoyimizga oxirida kelib taqaladi. Yana kimda savollar bor? Tushunarli, rahmat ustoz. Demak, bugungi darsimiz qisqacha IAS 36 bo'yicha sizlarga beradigan ma'lumotlarimiz shular. Yanada demak, shu mavzu bilan bog'liq videomiz bilan рабочий doskamizni bir ko'rib chiqib, qoidalar takrorlab olinglar. Kitobda ham yaxshi primerlar berilgan IAS 36 bo'yicha. Va ertangi darsga den poddershga ertaga konsolidatsiya OSD yechamiz. Ertaga hech nima tayyorgarlik ko'rib kelmaysizlar. Faqatgina birgalikda sekinlik bilan konsolidatsiya OSDni ko'ramiz. Boshidan demak oxirigacha tushunmagan joylaringiz bo'lsa, ertaga mana shunday aktiv bo'lib savol beringlar. OSD OFPga qaraganda ozgina nimalari bor. Injiqlik joylari bor, lekin qiyin bir vahima narsa emas. O'sha uchun ertangi o'gaspa shu kungacha bo'lgan o'tgan рабочий doskalari takrorlangan. Kimdir o'gasmani tugatmagan bo'lsa, o'gasmani обязательно tugatinglar. Xullas o'zlaringiz ustlaringizda ishlash kerak bo'ladi. Savollar bormi? Yo'q, rahmat sizga ustoz. Savollar bo'lmasa, hammaga xayrli kech, ertaga ko'rishguncha deb qolamiz. Shekilli.
Yaxshi dam oling. Amaliyat.